Barchalarga salom. Sizlar bilan har tangmida men Fexper YouTube kanali. Obunachilik qilinglar, men sizlarga qomadlarimni. Bilaman, anchadan beri men YouTube kanalda yo'q edim. Endi bu safar YouTube kanaliga qaytishga qaror qildim. Endi bugungi videomiz nima bo'ladi deydigan bo'lsalaring, bugungi videomiz nima bo'ladi? Bugungi videomizda katta mahluqlar, Godzilla, Ghidorah degan mahluqlarni birga urushtiramiz. Bedrock Education to'g'rirog'i har xil Minecraftdagi eng katta horror mahluqlar bilan Godzilladagi mahluqlarni urushtiramiz. Bu fightda kim uchishini bilib olamiz. Hozirga bo'lmasa videoni boshlaymiz. Men bu mahluqlarni ko'rib chiqmaganman hali, endi ko'rdim, lekin ichida eng kuchlisi yozilgani mana bu ekan. Godzillaning lavali qobiliyati, to'g'rirog'i qolganlari ko'k qobiliyati bor. Umuman olganda mana bu Ghidorah bo'ladi. Ghidorah 3 boshli ajdar, bilasizlar obunachilar. Birinchi o'rinda mana bu titanium mahluqlarni urushtiramiz, keyin esa Ghidorahlarni urushtirib boshlaymiz. Ungacha titanium mahluqlarni urushtirib olsak, normal bo'lsa kerak deb o'ylayman. Hozir birinchi o'rinda urushtiradigan mahluqimiz nima bo'ladi? Obunachilar, lekin har bir ko'rayotgan videolaringga like bosib qo'yinglar, bo'lmasa bo'lmaydi, kontent yana to'xtab qolishi mumkin 1 oy, 2 oy, 3 oygacha. Atabi borku, videomiz 50 ta 100 ta like bo'lsa ham kontentimiz davom etadi. Ana bo'lmasam videoni boshlaymiz. Birinchi o'rinda qaranglar, qaysi mahluqni urushtiramiz? Birinchi o'rinda urushtiradigan mahluqimiz bu qaysi bo'ladi? Mana bu gigant tasavvur golem bilasizlarmi? Golemni. Короче, shuni katta varianti ekan, gigant varianti ekan. Короче, golem. Golem baby. Golem bo'ladi. Juda ham katta golem, buni urushtiramiz. Godzillasini urushtirmaymiz. Mana bu yerdan men belgilab qo'ydim. Mana shu eng kuchlisi bilan lavali Godzillani urushtiramiz. Oxirida, lekin bundan hozir qaysi mahluq buni yuta olar ekan? Birinchi o'ringa Godzillaning kuchsiz variantini qo'yamiz. Let's go Godzilla. Let's go. Godzilla. Давай, let's go, Godzilla. Godzilla, bu Godzilla. Qotib qoldi. Lekin King Kong joni ketyapti. Nima bo'ldi? Godzilla, you win. Godzilla yutdi obunachilar. Godzilla yutibdi, lekin Godzillaning o'zi qani? Bu o'rnidan tura olmadi işte. Bugungi bo'lmasa bu videoni mana bu g'olibi Godzilla bo'ladi. Lekin bu King Kong darajada bu golem nima uchun tez o'lib ketdi? Ya o'rtada bug bo'ldimi? Ya boshqadan urushtiramizmi? Yo'q, boshqadan urushtirmaymiz. Qani bo'lmasam golem bilan kimni urushtiramiz? Golem bilan bu yoqqa borak, u golem kelib qolmasin, mabodo tirilib. Endi qaranglar, golem bilan yana qaysi mahluqni urushtiramiz? Yo'q, birinchi o'rinda urushtiradigan mahluqimiz golem bilan oddiygina bitta kichkina mahluq topish kerak desam bo'lar ekan, bo'lmaydi. Bo'ldi, golemni. Let's go. Bu kuchli. Kingi esa, raqibi esa let's go. Boleh kulit. Oh, kulit. Давай. Bol, ursin. Let's go. Qo'rqma, qoch. Qochma, paqil. Golem. Короче, golem bilan ushmadi bu. Boshqadan spam qilamiz. Golem bilan ushlaydi.
şey bu emas, tushunasizlar. Bu o'quvchilar ko'rmadilaring, men ham ko'rmadim. Короче, bo'ldi. Shunaqa. Sizlar aniq ko'rmadilaring. Men sizlarning ko'rmadilaring. Bu yoqda oxirida ushalgan. Men boshqa qo'ymadim. Mana bu aytadimi? Bo'lmasa ikkita qushchani ushtiramiz. Ikkita bu qanaqa ekan? Gidora bilan Davay, kim dedi? Gidorani qaranglar. Qamchiga yuribdi mana. Nahotki kuchi yo'q bo'lsa, sizga yaxshilik chunki samol kecha. Gidora. Gidorani o'lish niyati yo'q. Qaytishga nima qo'rqdim? Gidoradan. Davay. Kim o'tirgan bu jangda? O'shanisi qiziq menga. Ur. Malades. Gidora. Rahmat. Şey, Gidora dedi. Çiğne bakıyor, dedim böyle. Benim canım. Ya Gidora yuttu. Vay, çalışlar yuttu. G'olibimiz Gidora ekan. Yutqazdi, yutib deb o'yladi. Bo'lmasa Let's Go bo'larmish aslida. Gidora yutqazdi. Gidora yutdi. Boyagi kichkintoy yutqazdi. Endi o'zgargan ham emas. Golem bo'ldimi shuni? Golem bilan Godzillamiz, Godzilla bilan o'yinimiz. Gidora bilan Golem. Ketdik Gidora.
Let's go. Galem. Ur. Speed. Second. Ya tampoco, ya me voy. Ya le meto que me tomo. Pero yo. Esa manera, ya le me yorda mucho. That's it. Fight'ımızda kim ötedi? Davay keperekçi. Stabilite, Galem'in hayali. Galem qachon tushirganda bechora o'pkalariga urib o'tiribdi. Gidora ham juda kuchlimi. Munosabatlar ketdik. Oxirgi fight bo'ladi. Oxirgi fightdagilar bilan ham Godzillani ushlaymiz. Chunki ular yerda ushadigan. Tepada urushib o'tirmaydi. Tepadagilar jang qiziq. Bilmayapti hozirchalikda. Lekin normal jang ketyapti. Shunda ham bir jang qilyapti. Yedinchi Galem bor ekan. Boyagi Galem bu. Bu Galemni oldin ketamiz. Boshqa Galem вообще chiqmash kerak. Qani bo'lmasam bu yerdagilar bilan bizarni fightda keladigan birinchi o'rinda eng kuchli emas hozir Godzillaning kuchsiz varianti bilan Vardenlar nimaga bu yerda paydo bo'lib qoldim yana? Vardenlar quroli bilan Godzillani ushtaran. Vardenlar quroli juda kuchli. Bo'lmasa ketdi. Vardenlar quroli va Godzillaning sal kuchsizroq varianti. Godzilla bilan Vardenlar quroli. Urda. Nima ular aka-uka urmaydi bir-birini? Alo, tushmaysizlarmi ekan? İbi? Aka-uka bular menimcha urushmayapti bular. Ay ya. Neyse Godzilla'ni ushtiramiz Vardenlar qurolini. Bu urushmadi bu qoyil lekin. Vardenlar qurollar da'vo endi sen bilan ketyapti даже. Orqa qayt. Ana uryapti. Vardenlar quroli qilmoqda.
Mangraf olib ketdi. Davay kim tutarga? Men zaharlanyapman menda. Eksizlik bu zaharlanib. Qo'chamiz biz bo'lmasa. Fragmentlar rosa kuchli urishyaptilar. Yangi mir ochaylik, to'xtanglar. Men yangi mir ochaman shunday. Qarshi ushtiramiz. Bu mir bo'lmayapti. 1 minut. Yangi mir ochmasam bo'lmaydi. Bu mirda короче ko'rdilar nima bo'ldi. Olamizlar. Buni ham olamiz. Bo'lmasa yangi mirda ochdik. Boyagilar ko'rdilarning birga bir urushga qo'ymadi. Hamma yoqdan mahluqlar odamlar mazgisini xotirida qo'polib qaytgan to'g'risida. Bu ko'rdilaring-ku, Gidoroq bilan, yo'q, Gidoroq bilan emas, Godzillaning kuchsiz varianti bilan Vardenlar quroli aka-ukami urushmaydi bor-ku. Akasini ko'rganda urushmay qarab turibdi. Voy, siz ura olmayman, voy, sizni birini qila olmayman deb. Bo'ldi bo'lmasa. To'g'rilab olsak. Katta bo'lmasa mahluqlar mana bu yerdan Godzilla, Gidoroq, buni olamiz. Bo'lmasa kimni urushtirgan edi? Glavali Godzilla bilan mahluqlar, Vardenlar quroli. Ketdi. Ketdi. Voy Godzilla. Give me one. What? Vardenlar qurol o'ldimi? To'g'risini aytinglar, Vardenlar quroli o'ldimi? Vardenlar quroli o'ldi, obunachilar. Bizni Godzilla bittagina udarda o'ldirib qo'ydi, bittagina atiga. Bittagina udar atiga kifoya. O'ldi, shunchaki o'ldi, indamay. Minecraft bug'a bo'lib ketdi o'shalar. Gidoran, Vardenlar quroli o'lib ketganiga. Jangimiz quroli shu har doimgidek Godzilla bo'lib qoldi, lekin Vardenlar quroli normal urushadi deb o'yladim. Qochib ketish kerak, bombasi portlayapti hozir, men zaharlanib o'laman, men tepaga qarab qochish kerak. Pastga tushamiz, ketdi. Tushdingmi? Uchish to'xtat. Da, ketdik. Bechora o'lib ketdi. Birgina udar bilan o'lib ketdi. Bu juda ham telefon вообще alo deb o'rayapti. Vardenlar quroli o'lib ketganiga. Bo'ldimi? Tugatinglar endi bu aurasini. Telefon ketyapti. To'xtaylar bo'lmasa men nasirkadan to'g'rilab oladi. Chakt yana ozgina tushirsam, qarang, endi dahshat bu. Qanday emas? Vardenlar quroli o'lsa, ammo telefonni ham qotiraverar ekan. Bir o'lmasin ekan bu mahluq. Boshqa mir ochamanmi yana? Bo'lmasa ketdi boshqa mirga. Qoyil lekin Vardenlar quroliga. Qaranglar, bo'lmasa oxirgi urushtiradiganimiz Vardenlar quroli bilan Galemni urushtiramiz, короче. Bo'ladimi? Bizni Godzilla birga o'ldirib qo'ydi. Bir udar bilan o'ldirib qo'ydi. O'ylab ko'ringlar, bir udar bilan. Shunday qilib qo'ydi, bo'ldi, o'lib ketdi, tamom. Voy, ochildimi? Da, ochildi. Bu yerda daraxtlar bor joyda. Men daraxtlarni yo'q qilishim kerak. Normal daraxtlar bilan cho'ti ketadi. Bo'lmasa Galem bilan Vardenlar quroli
birga bir solishadi. Ketdi. Bitta tekst joy topamiz endi. Bu yerga 3 yurishimiz kerak. O ana, mana bu ham bo'laveradi. Va xush kelibsiz. Let's go. Ikkita mahluqlar kirdi. O'rtada lava ketadi. Gulib yo'q. Davvoy. Молодец, bir-birini basharasi. Молодец. Ular даже sakrab. Galim himoyada qoldi. Galim tutadi. Давай, Galim Galim sunki uryapti. Davvoy, Galim. Nimaga tutaverasan? Galim sakrab. Galim qochmasdan bo'lib. Bardinar qolsa o'rtada ushtiraylik. Yaxshi jang ketayotgan edi lekin. Bu yerda daraxtlar o'chgan bo'lib ketadi. Yana bir chuqur turgan. Bo'lmasa. Fragmenty wyszli z tych problemów. To bo'ldi, mana shu yerda ushtiramiz. Yo, suv bor ekan bu yerda. Shu yerda ushtiramiz. Let's go. Kuchli mahluqlar solish. Ya bu va Galim o'rnimda bu qonqoz Молодец. Ben ketib boryapti, lekin Galimniki qancha? John вообще John направляется кеттерем. Meni fikrim bo'yicha
Godzilla yutib qo'ydi, ko'rdilaring, Vardina qurolini bir mush bilan urib qo'ydi, dash server ham qotib ketdi. Minecraft o'zi ham qotib qoldi. Bu jangda menimcha golemlar quroli juda kuchli va Vardinar quroli juda kuchli deb o'ylayman. Keyin yashil maxluq bor-ku o'sha. Gidoroq hech nima qilmay turaverar ekan. Faqatgina fikr qo'yadi va nima desam, chaqma qudratini qilib qo'yar ekan bo'ldi. Barchalarga xayr bo'lmasa, sizlar bilan men har doimgidek Fexper YouTube kanali bo'ladi. Keyingi kunlarda menimcha sizlarga yaxshi video olaman deb o'ylayman Minecraftda. Bu video bilmayman, normal bo'ldimi, yaxshi bo'ldimi? Sizlar o'zlaringizning fikrlaringni yozib qo'yinglar, yaxshimi, yomonmi, yoki shunaqa videolar olaymi, yana boshqa maxluqlar bilan urushtiraymi? O'zlaring kommentariyga yozib qo'yinglar. Sizlar bilan men har doimgidek Fedormay, Fexper YouTube kanali. Avvalgi nikim Fedormay edi. O'shaning uchun Fedormay deb o'rganib qoldim. Fexper YouTube kanali bo'ladi. Barchalarga xayr, sizlar bilan men har doimgidek Fexper YouTube kanali. Gal. Shuninglar. Galim turishini qaranglar.